To'g'rimi? Haydi yo'layman. To'g'rimi? To'g'ri. Oramga qaytib kelmaydi birov. Yo'lda qizlar o'tkazib yubormaydi. Ushlab Yubormaydi. Qaranglar qizlar. Mana diqqat bilan eshitinglar. Mana andazamiz yengi, bu orqasi. Ana bu o'rtani qirqib tashlaymiz. Menga qaychini bering. Sen qaychini olib kelsanchi? Shan berib qo'ydim. Sen qaychini mashina qo'yamiz, mashinamiz. Demak, mana bu chashka chiqarilgan shu yerdan shu o'zi. Oldin mana bular kaketkalar. Bilib oldingizlar, mana kaketkamiz mana bunday holatda turadi. Xolos, bildiz. Endi qarang, matoni mana shu buya qizlar. Diqqat bilan ko'ringlar. Trapetsiyada har doim mana shu holat, bu chap qo'lim. Chap qo'ldan bu boshdan kelamiz. Boshqa fasollarda esa bu tomondan kelamiz. Qaysi fasollarda bu tomondan, qaysi fasollarda bu tomondan kelishda aytib o'taman. Shunda material o'g'il bo'lmaydi. Tushundingizmi? Demak, bu boshdan kelar ekanmiz. Materialni ochaman. Va shu holatda ochgandan so'ng mana o'ng qo'lim bilan milk tomonidan mana shunday ro'molcha qilib olaman. Endi to'g'ri, ba'zi bizlar biladi. Bilmaganlar uchun maydalab o'rgatishim kerak. Tushundingizmi? Endi to'g'rilab olaman o'zimga. Mana. To'g'rilab oldim. Tekstaymiz. Necha metr? Mato 3 metrmi, 2,5 dan bilmayman endi. Ustoz yurmaganmi, yurmaganmi? Yurgan bo'lsa kerak, uni ham bilmayman. Yurgan. Lekin yuvamiz. O'zim sizlarga ko'rsatish uchun qilyapman-da buni. Toting, salizga to'pingapti? Salizga to'ping. Tamam. E'tibor berasizlar qizlar. Bitta narsaga e'tibor bering. Kasra ro'molcha qilibsiz, bu tomonini tortib keling. Tushundingizmi? Har doim. Chiroyli chiqarishingiz uchun. Endi oldin tomonni birinchi bichamiz. Oldin tomon. Mana andazani qo'ydim. Uvol bo'lmasligi uchun, umuman uvol bo'lmasligi uchun mana shu qacha 1 sm cho'kak qo'ygan holatda taqab kelaman. Endi kasoy bichganim uchun menga ana bu qo'ltiq ostida umuman cho'kak qolishi shart emas. Kasoy. Shu uchun men taqayman, material uvol bo'lmasin. Bildingizmi? Mana taqab keldim. Va mana bu yerdagi farqqa aniqlik kiritaman. Bu yerdagi farq hozirda necha ekan? Esda qoldirasiz, bu 2 ekan. Orqa tomonda mana shuni 1 qilib olaman. Shuni unutmaymiz. Shu yodingizda qolsin. Endi umumiy uzunlikni men o'zimga misol uchun 1 metr qilmoqchiman. Deylik. Belgacha bo'lgan masofamiz 50-razmerga 41 deylik. 41-42 keladi. Ha, bu uzunligiga qarab 42 deylik. Endi men 40 deb olaman. Cho'kaqlar bilan birga 40 deb oldim, hisobga to'g'ri bo'lish uchun. 1 metrdan ayiraman 40 ni 60. Endi bu ikkita bor edi-ku 42. O'shani cho'kaq qismini bu 60 ga qo'shib 62 qilib yubordim. Endi umumiy qilib aytsam 42 ni ayirib olaman va chiqqan natijaga 2 sm cho'kaqni qo'shib bichaman. Oddiy qilib 60 bo'ladi. Misol uchun qarang. Umumiy buyuk uzunligingiz necha bo'lsa, shundan belgacha bo'lgan masofani ayirib, chiqqan natijaga etak tomonni buklash uchun 2 sm ni 1 sm ni cho'kaqi bor-ku, shuni qo'shib ishlaysiz. Demak 60. Ha? Ya'ni 42 ni ayirsak 58, men 2 ni qo'shdim 60. Tushundingizmi? Demak 60 olaman. 60. Endi qarang. Men 2 sm kaltaroq bo'lishini xohlayman. Ya'ni 1 metr emas, 1 metrdan ozgina 98, 95 bo'lishini xohlayman. Demak, shu uchun 58 yoki 57 olaman. Endi bu uzunligi klient mijoziga bog'liq-ku. 1 metr uzun bo'lib ketadimi deb o'yladim o'zimga. Chunki men 95 kiyaman-da, bitta aqlli xotin bo'lay deb uzun qilmoqchi bo'laman. Bitta. Bitta tomoni yomon, trapetsiyani egilsangiz orqa ko'tarib ketadi. O'sha uchun trapetsiyani uzunroq bo'lgani ham yaxshi. Beldan pastini to'lig'icha 57 qilib chizib oldim. Osongina. Endi qarang, bitta so'zimga e'tibor bering. Ana endi mana etakni o'lchab oldim. Hamma etakni qilyapman.
76. 76. Agar siz xohlasangiz, etakni qisqaroq qilishni xohlasangiz, 60 ham qilishingiz mumkin. Masalan, 55 ham qilishingiz mumkin. Shunda mana bu tomondan olib kelaverasiz. Tushundingizmi? Endi men etagini boricha qilmoqchiman. 75. 75. Endi 75 bo'lganda biqindan nechta qiyatyapman, shuni yana o'rgataman. Mana biqindan 40 ta qiyatyapman. Endi orqadan ham 40 ta mana shunday qo'shib olaman, yoniga. Agar 30 ta qilsam, 35 ta qilsam, 35 ta qo'shib olaman. Oldindan nechta chiqqan bo'lsa, qilatgan bo'lsa, shu 35 ta qilganimda 70 bo'libdi. Etagida 70 olaman. Va orqa tomonga ham xuddi shu ishni qilaman. Ana shunda 35 ta chiqdi hozir. yon tomon to'g'ri keladi. Arqa oldin bir xil berish kerak. Ha. Qizlar shu yerda xato qiladi. Keyin qizlar joylar eshitinglar. Kecha ham yon tomonga 20 berdim. Qanacha oldi? Bir xil ketaverdi. Bir xil. Ana endi 35 ta chiqib olding-a? Mana shunday keldim. Ana. Ko'rdingizmi? Xohlasangiz belga noziklik berish xohlasangiz, mana bunday kirishingiz ham mumkin. Nozikroq ko'rinay yana desangiz, trapesiya bo'lgan holatda kirib, mana shunday chizishingiz ham mumkin. Bu tomondan esa 1 sm cho'katib qoldiraman. Tepadan. Mana ko'rdingizmi? Ana endi qirqaman. Savol bo'lsa marhamat. Bir xil qilganda arqa Savol bormi? bir xil qilganda orqa oldinga kelib qolmaydi. Yo'q. Yo'q. Xuddi shunday o'rgatganimda siz undan xato bo'lmaydi. Hozir hammasini o'rgatdim, maydalab o'rgatdim. Savol bormi? Yo'q. Davay ketdik. Bismillah. Albatta belgi berib qo'yamiz. Bel chiziqlar yonma-yon keladi shunda. Polni etak qilishim ham mumkin edi. Ana endi buni turishim kerak. Ustoz bunga endi chim tushmaydi. Yo'q. Oldiga. Yo'q. Mana turishi, to'lqinlar. Chiroyli turib beradi. Ha. Juda chiroyli turib beradi. Tushunarlimi? Endi orqa tomonni davom ettiramiz. Oldin ketdi. So'zimga juda ham diqqatli bo'ling. Qarang. Shunday tortyapman, shu bichim. E'tibor bering. Xuddi shu bichim. Shunday tortyapman va ochib olyapman mana. Xuddi shunday oladi. Ochib olyapman. Ochib oldimmi? Mana o'zimga yana milki keldi. Yana aynan shu yerdan davom ettiryapman. Xato qilib qo'ymang. U tomondan kelmang. U tomondan kelsangiz, ikkita kasoy taraf bilan ikkita mana bu to'g'ri taraf keladi, keyin ko'ylak bir tomon osilib ketadi. Tushunarlimi? Ha. Qayta aytganlar shuni aytdim. Shuni ko'pchilik xato qiladi. Ko'pchilik xato qiladi. Ko'rinibdi-ku. Mana o'sha videozda film shuni. Ha, ozgina. Ha, bitta to'xtash beray. Qaytib olay.